Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Gretsiyaning Paris arlida. Necha kundan beri shamol bakli kuchlikdi. Bugun ta'limga shamol birdilla to'xtab qoldi. Xo'sh, bugun qo'limda Farhod Tursunning Cho'ng shahar nomli romani bilan mazkur romanning inglizcha tarjimasi The Backstreets. Ama bugün sizlarga albatta bu kitapdan o'qib bermayman. Kitap o'qish munbirimizga diqqat berib kelayotgan qarindoshlar biladi. Odatda munbarda bir romanni o'qib bo'lgandan keyin qisqa ta'sirotlarimni yozib sizlar bilan o'rtoqlashib kelgan. Ammo bu qitim oldi bilan Farhod Tursunning Cho'ng shahar nomli bu romanini o'qigandan keyingi ta'sirotlarimni oldin o'rtoqlashib, ondan roman o'qib berman. Xo'sh. Ondan başqa bu maqolani men bir hafta ilgari munbarga qo'ygan, lekin ovozi bakli to'yan bo'lib qopti. Nima sababdan bo'lganligini bilmadim. Shunga darhol o'chirib etdim. Qarsam aranglarda xeyli ko'p qarindoshlar ko'rib ekan. Şuna aldın özür tileymen, fakat süpti yaxşı bo'lmaganligi uchun o'chirib etib, bugun qayta unga elib Xo'sh, boshlab etdik. Farhod Tursunning Cho'ng shahar nomli romanini o'qigandan keyingi ta'sirotlar. O'zgacha uslubga ega yozuvchi, shoir Farhod Tursunning Cho'ng shahar nomli romani haqida ijtimoiy taratqulardagi izinlarni o'qib, bo'libmi mazkur romanning inglizchaga tarjima qilinganligidan so'yinib, romanni o'qishga oldirgan edim. Kitapning uyg'urchasini Istanbulga borganda setib oldim. Inglizchasini bo'lsa, jiyan qizim hadiya qildi. Romanning mazmuni to'g'risidagi maqolalardan sirt, Farhod Tursunning O'liveli san'ati nomli romani haqidagi g'ulg'ullardan hozir ko'pdir xabarim bo'lg'ash, Cho'ng shaharni damag'anda tinch ham go'zal bir muhitda bir necha kun uzildirmayli, biroqla o'qib tugatishni planlagan edim. Shunga Arliqda 5-oyda Gretsiyaga kelganimda dengiz to'lqinlarining yenik shavqollari, tomuzdagi aram baxsh mayin shamolda navat selib damlagan qora chayimni o'tlag'ash romanni qo'limga elib o'qishga boshladim. Romanni rasmiy o'qishni boshlamay turib, Muharrirdan degan temir yozilgan 8 betlik kirish so'zini o'qibla to'limu ziddiyatlik o'ylarga cho'mdim. Bir tarafdan Muharrirning, ya'ni mazkur romanni nashr qildiruvchining bu roman haqidagi ta'riflari, hayajonlari bilan to'lgan qurlardan haqiqiy bir havaskorning romanga ham avtor Farhod Tursunga bo'lgan yuksak qoyilligi va muhabbatini his qilib, bu yerisman uchun shodlangan bo'ldim. Yana bir tarafdan Muharrirning hozirgacha nashrdan chiqqan boshqa uyg'urcha romanlarga bo'lgan behurmatligi qalbimda g'azab ushqinlarini yondirdi. Chunki Muharrir mazkur romanni maqtab ko'kka ko'tarish bilan birga uyg'ur tilida ilgari yozilgan romanlarni donliq yozuvchilarning atalmış donliq romanlari deb, ya'ni donliq so'zlarni tirnoq ichiga ilib ifodalagan, odatda tirnoq ichiga ilingan so'zlar naql ilingan so'zlar bo'lib, ba'zida kinoyi ma'nosini bildirdi albatta. Demek Cho'ng shahardan ilgirki romanlarni go'yo mavjud bo'lish salohiyati yo'q romanlardek bir tiyinga arzimas ko'rib yerga urgan edik. Nima uchun ba'zi odamlar o'z ajdodlarining, o'z zamondoshlari ichidagi sarkilarining sholliq to'hpalarini qadrlashni bilmaydi emas, texi sharafsizlarcha haqoratlaydi. Acaba bu kitapni nashr qilgan Sharq Turkiston Hurriyat nashriyati deb katta ismi bor bir nashriyat Sharq Turkistonda ilgari nashr qilingan romanlarni roman deyolmay, pul to'lab kitap bostirgandan keyin nima yozi o'z erki deb sukut qilganmidi? Ro'shanki mazkur nashriyat Uyg'ur xalqi oldidagi mas'uliyatiga sal qarg'an.
Barhaq, Farhod Tursunning romani inglizchaga tarjim qilinib, xalqarodagi dangliq yozuvchi, tadqiqotchi va jurnalistlarning favqulodda yuqori bahosiga erishdi. Bu yozuvchi Farhod Tursun uchun emas, Uyg'ur adabiyoti uchun, Uyg'ur xalqi uchunmi bir zo'r sharaf. Demak, Uyg'urlardimi xalqaro saviyadagi romanlarni yoza oladigan yozuvchilar bor. Shaksizki bu hol muhojiratdagi yoshlar uchun bir zo'r ilhom bo'lg'usi. Vaholanki cho'ng shahar yo'riqlikqa chiqishi bo'lgan orliqdagi jimi Uyg'urcha romanlarni, jumladan xalqimiz so'yib o'qiydigan iz ona yurtlar, kitob o'qish munberimizda o'qilgan Oltinkash, Vatan so'ygisi, Kashmish, sarson ruhlarning hammasini yo'q chiqarish bir chin Uyg'urning aqliga sig'ishi mumkinmi? Muharrirning yozganlarini o'qigandan keyingi g'azab ushqunlarini tezdan o'chirib etishning birdan-bir yo'li romanni to'liq o'qish edi. Yuraklar siqilib turgan bu kunlarda o'zimga o'rinsiz ruhiy azob yuklashni xohlamadim. Shuning bilan romanni o'qish qaroriga keldim, ham bir necha kun besib o'qib tugatdim. Romanni o'qib tugatganimda oldi bilan dedim. Chunki hayotimda azaldan o'qib baxmagan, ham o'qishni asla istamaydigan uslubda yozilgan 405 betlik tragediyani o'qib tugatgan edim. Orqadalla ofret dedim. Chunki cho'ng shahar romanining til ifodalarining u qadar obrazliq, jonliq, ta'sirlik bo'lishi aqlimni lol qilgan edi. Uyg'ur tilimiz nima degan kuchli til ha? Kitob o'qish munberida bevosita inkas yozish orqali yoki boshqa aloqa yo'llari bilan mendan bu romanni munbarda o'qib berishimni talab qilgan qarindoshlarning Farhod Tursun asarlariga herismanlardan bo'lib qolmay, texmi muhimi ona til xumorlari ekanligini jazm qildim. Shaksizki bu roman kitob o'qish munberida o'qilishga mutlaq arziydigan nodir roman. Odatda munbarda bir romanni o'qib bo'lgandan keyin ba'zi ta'sirotlarimni qisqacha yozib, qarindoshlar bilan o'rtoqlashatdim. Lekin bu navbat romanni munbarda o'qib berishdan ilgari o'zimning romanni tunji qitim o'qigandan keyingi o'ylarimni, ta'sirotlarimni xolis niyatda munbar ahli bilan oldin o'rtoqlashishni texmi muvofiq ko'rdim. Tövanda oldi bilan yozuvchi Farhod Tursun bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Andın mazkur romanning birinchi bobi orqa ko'chini o'qigandan keyingi ta'sirotlarimni o'rtoqlashiman. Shundaqli yana orqa ko'chining inglizcha tarjimasi ustidami biroz to'xtalaman. Oxirida romanga kirish so'z o'rnida berilgan muharrirdan temaliq mazmunga bo'lgan qarashlarimni so'g'uqqonlik bilan sharhlab o'taman. Farhod Tursun kim? Men Farhod Tursun degan bu ismni xeyli ko'p yillar ilgari Ona til, Tarim nomli ikki parcha she'r bilan tonigan edim. Gerçi Uyg'urlar orasida kuchlik bas munozara obyektiga aylangan O'libeli san'ati nomli romanning muallifi bo'lsa-mu, ammo men bu romanni o'qishga qiziqmagan bo'lg'ashqa, toki vatandagi nurg'un sarkilarimiz qatorida tutqun qilinganga qadar Farhod Tursunga uncha diqqat qilmagan edim. Yozuvchining Cho'ng shahar nomli romanining 2021-yili Istanbulda nashr qilinishi bo'libmi, mazkur romanning birinchi bobi orqa ko'chining 2022-yili The Back Streets, ya'ni orqa ko'chalar degan nomda inglizcha nashr qilinishi bilan tang e'lon qilingan roman haqidagi obzor, ta'sirot maqolalari avtorga bo'lgan qiziqishimni ham bu romanni o'qish istikimni zo'raytdi. Shu vajidan Farhod Tursunni yaxshiroq tonish maqsadida ijtimoiy taratqularda Farhod Tursun haqidagi o'xshamagan tillardagi uchurlarni izlab o'qidim. Farhod Tursunni bevosita taniydigan, uylariga berib hamdastxon bo'lib boqqan yaqin tanishlari bilan suhbatlashdim. Kitobxumar
bir neçe dostum bilen Ferhat Tursun toğrusida paranlaştım. Natija şu boldu ki, bu talantliq yazgıcı, şair haqqidagi tonuşum xeyli roşanlaştı. Hürmetim yükseldi. Ferhat Tursun 1969-yılı Atuş'un Şoruq kentida bir ma'rifatparvar ailada tug'ilgan. O balaliq va oliy maktabgacha bo'lgan o'quvchilik davrini Atuşda o'tkazdi. To'liq o'tirni bitirgandan keyin Markaziy Millatlar Universitetiga o'qishga bordi. Beijingga o'qishga borgandan keyin u Xanzu tilini shu qadar qetirqinib o'rganadiki, qisqa vaqt ichida chet ellik nupuzluq yozuvchilarning Xanzuchaga tarjim qilingan dunyoviy asarlarini o'qib, tushuna oladigan saviyaga yetdi. Schopenhauer, Faulkner, Camus, Kafka qatorliq psixika mutafakkirlarining asarlarini o'qib qolmaydi. Ferhat Tursun kichigidilla yeziqchilikqa qiziqadigan bo'lib, 11 yoshidan boshlab she'r va qisqa hikoyalarni yozib turgan ekan. Beijingda o'qish davomida o'zi o'qigan asarlarning ta'sirida din, o'lim, millat haqidagi temalarni yangi bir uslubda, ya'ni modernizm iqimida yozishga boshlaydi. Keyin Beijingga qaytib berib, Markaziy Millatlar Universitetida doktorlik o'qib, Chag'atay tili va Uyg'ur folklori kasbi bo'yicha doktorlik ilmiy unvoniga erishdi. Ferhat Tursun Urumchida Abdunum rayonlik ommaviy san'at saroyida ishlagan ekan. Xo'sh, bu yerda bir qisqa izohat berib o'tdim, ya'ni Ferhat Tursunning oliy maktab o'qishlariga munosabatlik tafsilotlar bo'libmi, vaqtlarga nisbatan to'rbatlardagi ma'lumotlardan mamnun bo'larlik aniq uchurga erishalmaganim uchun bu nuqta hozircha keyin to'liqlashga qoldirildi. Undaq bo'lishida Ferhat Tursun 1989-yili Markaziy Millatlar Universitetiga o'qishga borgan, ammo mazkur kitobning birinchi bobi Arq ko'cha 1990-1991 yillari Urumchida yozilgan debdi. Shunga o'qish Beijingda o'qiyotgan odam qanday qilib Urumchiga keldi, nima uchun 2 yil Urumchida bo'ldi, Urumchida tayyorlikni mushada o'qiganmi degandek undaq uchurlarga erishish mumkin bo'lmadi. Shunga bu yillarni aniq yozmadim. Yana biroz izlanib keyincha to'liqlab olaman deb o'yladim. Xo'sh. Ferhat Tursunning nashrdan chiqqan adabiy ijodiyatlaridan Muhabbat lirikalaridan 100 parcha nomli she'rlar to'plami, Mask cho'li nomli povestlar to'plami va O'livili san'ati nomli romani bor. Bundan 10-20 yil ilgari Ferhat Tursunning she'rlari Xanzucha, inglizcha qatorliq tillarga tarjima qilinib, o'qirmanlarning qizg'in olqishiga erishgan. Ferhat Tursunning o'tir maktabdagi til adabiyot o'qituvchisi uning o'tir maktabda nihoyat yaxshi o'qigan munavvar o'quvchi ekanligini eslab, Ferhat Tursun Uyg'ur adabiyotining qiliplashib qolmasligi uchun uslub yaratishda, yangi uslub yaratishda izchil tirishgan, dunyo adabiyoti haqida tinimsiz izlangan adabiyot tadqiqotchisi deb ta'riflaydi. Vatanimizda 2016 yilning keyingi yarmidan boshlab elib berilgan bo'libmi ta'sir kuchlik ziyolilar, tijoratchilar, diniy o'limalar, shundaqli yana 200limichi deb qaralgan iqtidorli kishilar nishon qilingan keng ko'lamli tutqun qilishda Ferhat Tursunmu yig'i bilish lageriga solangan. İctimai taraqqiyotdagi uchurlarga asoslanganda Ferhat Tursun 16 yillik muddatlik qamoq jazosiga hukm qilingan. Arqa ko'chini yana bir nomsiz tarjimon bilan o'rtaq tarjima qilgan ham bu kitobni nashr qildirgan amerikalik Uyg'urshunos Darren Baylar apandi o'zining 2015-yili Ferhat Tursunning uyida uning bilan bahuzur o'tirib qilishgan suhbatlarini eslab, Ferhat Tursunning nihoyatda talantli yozuvchi, hayot suyar, qaysar inson ekanligini aytdi. Darren Baylar apandi Ferhat Tursunning o'zining adabiy ijodiyat uslubi haqida to'xtalib, men binormal asosiy iqimdagi jamiyatning
amaliyotda qandaqligini ko'rsatib berish uchun ma'lum bir joy va vaqtdagi normalsiz kishilarni yaxshi ko'rman deganligini. Ya'ni uning hech kim yozishga jur'at qila olmadi. Shunga o'zim yozdim deganlarini xotiraga oladi. Darınbaylar apandi yana Farhod Tursunning yezib e'lon qilmagan romanlarining yo'riqlikka chiqishini umid qiladiganligini aytdi. O'tgan yili, ya'ni 2022-yili sentabrda Farhod Tursunga Shvetsiya qalamkashlar jamiyatining turmidagi yozuvchilar sharafiga atalgan 2022-yillik Tucholsky mukofoti berildi. Arqa ko'cha xalqarodagi nopozliq jurnalist va adabiyotshunoslar tarafidan dunyo adabiyotidagi bir munavvar adabiy ijodiyat deb qaralayotgan sharoitda Farhod Tursunning texmi ko'p xalqaroliq yuqori baholarga noil bo'lishi faqat vaqt masalasidir. Chin dilimdan tilaydiganim Farhod Tursun salomat holda erkin dunyo bilan qayta didarlashsin. Bu hayotida o'zi erishgan ham erishadigan sharaflardan vaqt bo'lishga muyassar bo'lsin ilohim. Xo'sh, endi Cho'ng shahar nomli romanni o'qigandan keyingi ta'sirotlarim. Farhod Tursunning Cho'ng shahar nomli romani texmi to'g'risi Arqa ko'cha romani vatanda 2013-yili Ündidar qatorliq ijtimoiy taratqularda tarqitilgan. 2021-yili İstanbulda Sharq Turkiston Hurriyat nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mazkur kitobning muharrirdan temadagi kirish so'ziga asoslanganda Darınbaylar apandining bilishicha bu roman asli 3 bob bo'lib, o'zida faqat 2 bobi bor ekan. Shu 2 bobni mazkur kitobni nashr qildiruvchiga bergan ekan. Demak, shu 2 bob Uyg'urcha Cho'ng shahar nomi bilan nashr qilingan. Romanning birinchi bobi Arqa ko'cha jami 186 bet. Ikkinchi bobi Kasalxona jami 209 bet keladi. Men mazkur romanning birinchi bobi Arqa ko'cha haqidagi tuyg'ularimni, ta'sirotlarimni o'rtoqlashiman. Ikkinchi bob Kasalxona ustida to'xtalmayman. Hozircha. Oldi bilan tuyg'ularimdan so'z boshlay. Men Cho'ng shaharni o'qishga boshlagan tunji kunidan e'tiboran kayfiyatimda boshqacha bir xil o'zgarishlar. Masalan, hozir chiqlab tashlaydigandek g'amkin bo'lish, bir ishga ranjib qolgandek gap qilishni xohlamaslik, bir nuqtaga tikilib o'tirib ketish, hech ishdan hech ish yo'q, chechilish, kechalari uxlay olmaslik yoki yarim kechalarda uyg'onib ketib, roman voqealigini kallamdan chiqarib etolmay qiynalishga o'xshash odatda menda kamdan kam ko'riladigan benormal psixik holatlar birdak ko'rilishga boshladi. Rostini aytsam, romanni 30-40 bet o'qimayla moshini vaydab ketganini, odamni qo'rqitib jinini ilib yerda qo'ydi ekan. Kallasida dardi babirining olatog'il joylishlarini yezibdi shu deb romanni o'qishdan yaltayganmi bo'ldim. Vaholanki men o'qigan betlardagi mazmunlarning til ifodalari, odam, muhit tasvirlari har bir jumladagidek meni allaqachon egilib olgan edi. Shunga kitobni o'qishni davomlashtirdim. Esimden chiqmaydigini romanni o'qib tugatgan shu daqiqadagi ruhiy holatim. Shu qadar miskin, shu qadar bichora ko'zlarim yoshlangan. Qisqasi, go'yo sehrlangan biridek bütün o'y xiyolim romandagi bosh personajning inson tasavvuridan halqagan ichinishliq hayot sarguzashtlari bilan billa vahimalik tumanga o'ralgan shu Cho'ng shaharning maynat arqa ko'chalarida agib meni tasvirligisiz bir xil vahima ham g'ayriblik quyunida azoblaydi. Telefonimning tuyuqsiz sayrishidan cho'chib, o'rnimdan dingida turib ketganimdan yo'ldoshimla emas, hatto o'zimmi hayron bo'lgan edim.
Hozir meni texima hayrat qo'yib Gerçi bu romanni o'qiganimga 3 oy bo'lib qolgan bo'lsa-mu, lekin romandagi mazmunlar 3 oydan beri bir kunmi xiyolimdan ketmadi. Şoň men kitapxumar dostlarning ichida menga o'xshash psixikasi ancha kuchlik bo'lmagan qarindoshlarga bu romanni hozircha o'qimay yoki anglamay turishini tavsiya qilaman. Tövende Çoğ shahar romanining birinchi bobi orqa ko'cha ustida tafsiliy to'xtalaylik. Ro'shanki, kamera mazkur romanni kasbiy jihatdan baholashga asla munosib emasman. Faqat Uyg'ur adabiyotini so'yadigan bir kitobxumar, odatdagi bir o'qirman sifatida o'z ta'sirotlarimni bayon qilaman. Çoğ shahar nomli romanning birinchi bobi orqa ko'cha 1990 va 1991 yillari Urumchida yozilgan bo'lib, 15 yildan keyin, ya'ni 2005 yili Urumchida tuzitilgan. Aradan yana 10 yil o'tgandan keyin, ya'ni 2015 yili 7 mart kuni oxirgi nusxasi bekitilgan. Demak, yozuvchi Farhod Tursun bu romanni yozishga boshlab bitirganga qadar 25 yil vaqt sarf qilgan. Orqa ko'chaning qisqacha mazmunini bunda xulosalash mumkin. Bosh personaj sahrodagi bir namrat oiladagi 3 farzandning kenjisi bo'lib, ochliq, namratlik, xo'rlik, chatki qiqilishlar bilan urilib, soqilib cho'ng bo'ladi. Oliy maktab o'qishini Ishkirdagi bir universitetda o'qiydi. Oliy maktabni bitirgandan keyin chat yezisiga qaytishni xohlamay, Çoğ shaharda turib qolishni tanlaydi. Ma'lum bir hukumat organiga vaqtlik xizmatga o'rinlashadi. Bu idoraga xizmat kirganda idoradan uy talab qilmaslik sharti bilan o'rinlashgan bo'lg'ashqa o'zi uy tepishga majbur bo'ladi. U kichik edilla dadasining zo'rlashi bilan son seferlarga favqulodda sezimchan yetilganligi uchun har qanday yerda ko'ziga ko'ringan har qanday bir son yoki bir qator sonlar uningga qandaqdir bir uchurlarni yetkazayotgandek tuyuladi. Bir kuni u idora koridoridagi yerda dassilib maynatlashib ketgan. Ustiga bir qator sonlar yozilgan bir parcha qog'ozni terib olib, qog'ozdagi sonlardan o'z xohishi bo'yicha nomerlarni tanlab, ijaraga elib o'tirmoqchi bo'lgan uyning adresi qilib bekitdi. Quyuq tumanliq bir kuni kechda ishdan tushib, shu uyni izlab, bu cho'ng shahardagi orqa ko'chalarni kezishga boshlaydi. Agar u uyni topolmasa, uning bu kecha talada qoladigan aniq edi. Arqa ko'chalarda aylanib, uyni izlash davomida uning sahrodagi balaliq ham yoshlik sarguzashtlari, oliy maktab hayoti va hozirgi xizmat o'rnidagi kunlari xayolidan kechadi. O'zi bekitgan adresdagi u uyni topolamdi yo'q. Albatta, romanni to'liq o'qigandan keyin javobga erishalaymiz. Romanning qisqacha mazmunini yuqoridak yakunlash o'zimga to'liq yengiltaklik tuyuldi. Chunki romanning mazmuni bakmi cho'nqur ham ko'p qirliq bo'lib, yuqorida xulosalab o'tgandek nuqul holda bir yoshning azobliq hayot kashmishi yuqori adabiy mahoratda bayon qilingan deb xulosalash mumkin. Vaholanki romanni tarixiy, siyosiy baldoqlarga ko'tarib analiz qilish odamni bakmi yiroqlarga boshlaydi. Shundoq yakunlaymanki, Çoğ shahar men hayotimda o'qigan har qanday Uyg'ur tilidagi romanlarga tubdan o'xshamaydigan bir katta roman. Farhod Tursunning qalamining o'zgachiligi uning voqelikni bayon qilish, tasvirlashdagi badiiy mahoratining haqiqatanmi Uyg'ur adabiyot tarixida azaldan ko'rinib boqmagan, faqat Farhod Tursunga xos bo'lishidir.
Men bu haqdagi qarashlarimni tövəndikidək bir neçə nöqtəyə ayırıb şərhləb ötəmən. Birinci, til alahidiligi. Ədəbiyyat til sənəti edəb köp eytilir. Addi həm ommabop til bilan inson psixikasi, shay'i və hadislarni jonliq, obrazliq tasvirlash til san'atkorlarining talanti bo'lib, adabiy ijodiyatning muvaffaqiyatli bo'lish bo'lmasligini belgilaydi. Romandan bir neçə 10 bət o'qibla roman mazmuniga emas, balki avtorning til mahoratiga bo'lgan favqulodda zo'qlanishim, romanni to'liq o'qishim, shundaqla yana romanning jalbkorligidan haligacha o'zimni tortolmay yurishimning sababidir. Farhod Tursunning romani dabdabilik, murakkab so'zliklar bilan emas, balki odatdagi kishilar bir o'qibla tushunib keta oladigan so'zlar bilan yozilgan. Bu yerda bir qisqa izohat berdim. Men bütün romanda faqat ikki so'zni tushuna olmagan edim. Biri 40-betdagi gupchak degan so'z, yana biri 113-betdagi ko'zchanda. Dastlab Uyg'ur tili izoh lug'atidan izlab bu so'zlarni topa olmadim. Keyin inglizcha The Backstreets'ni o'qiganda gupchak degan so'zning inglizcha stout deb tarjima qilinganligini ko'rib tushundim. Demak, gupchak so'zi kuchtungur, tambal, qovul degan ma'nolarda keladi ekan. Ko'zchanda degan so'zni ko'z mo'lchiri bo'yicha degan ma'noni bildirsa kerak deb o'ylagandim. Inglizcha eyeing and calculating deb topdi. Demak, mo'lchirim to'g'ri chiqdi. Xo'sh. Anlashtirsam, Uyghur tilimizning har qanday shay'i va hodisini mukammal ifodalash iqtidoriga ega nihoyatda jonliq, obrazliq til ekanligi Farhod Tursunning qalamida putgan dunyo saviyasidagi bu roman orqali yana bir qitim o'z namoyandasini topgan. Ikkinchi, voqeliklarning bayon qilinish uslubi. Romanda baş personajning fojialik hayot sarguzashtlari qaytirma bayon shaklida hozir bilan o'tganni qaychilashtirib bayon qilish uslubida rivojlantirilgan. Baş personajning butun hayoti ziyoda namratliq, urilib so'qilish, vahima, xo'rlanish ichida o'tgan azobli bir hayot bo'lib, uning texcha tirik yurayotganligining o'zila bir mo'jiza. Romanni o'qishga boshlaganda chuvalchaq to'yilgan voqeliklar bara-bara uyultashdek mustahkam bir butunlikka aylanadi. Odam baş personaj bilan goh cho'ng shahardagi tumanliq maynat ko'chalarda vahima ichida aloqzodi bo'lsa, goh uning sahrodagi bolalik va yoshlik davriga qaytib, chidog'isiz azoblar ssenariysiga sho'ng'oydi. Yana goh ishkiri o'lkadagi bir oliy maktabda o'qiyotgan studentning sinf, oshxona, yotoq va kutubxona orasida mo'kadek qatrashdan boshqa faoliyati bo'lmagan hayajonsiz, ma'nisiz o'qish davrlariga ketadi. Bir-biridan ichinishliq sarguzashtlar odamning yuraklarini etishtirib, ko'zlarini namlaydi. Uchinchi, Uyg'ur adabiyotida so'zlanmaydigan mazmunlarning erkin ko'rilishi. Uyg'ur adabiyotida odatda so'zlanmaydigan mazmun yoki cheklangan mazmunlar oz emas. Bo'libmi jinsiy munosabat, ayollarning jinsiy a'zolariga doir mazmunlar, ba'zi yovvoyi yoki shahvoniy deb qaraladigan so'z harakat, his tuyg'u tasvirlari asosan yozilmaydi. Bu bizning dinimiz ham ijtimoiy axloq qarashimiz bilan zich munosabatlik albatta. Vaholanki Farhod Tursun bu haqdagi mazmunlarni erkin bayon qilgan. Romandagi ba'zi odam, his tuyg'u va muhit tasvirlari o'xshatishlar kishiga yangi yoch to'yilib, bunim ochiq yozibdi ha deb hayron bo'ladi. Bular mazkur romanni boshqa Uyg'urcha romanlardan ro'shan farqlantiradi. To'rtinchi, odam
və yer joy ismlərinin bolmaslığı. Mazkur romanda baş personaj bolsun yoki qo'shimcha personaj bolsun, birmi odamning ismi yo'q. Har qanday yer joy nomlari ham aytilmaydi. Ammo personajlar shu qadar obrazliq tasvirlanganki, har qanday bir personaj romanda qayta tilga ilinganda darhol kimligini farq etgili bo'ladi. Bu hal mazkur romanning boshqa Uyg'urcha romanlar bilan tubdan farqlanadigan taraflarining yana biridir. Ehtimal avtorning ismsiz bosh personaji har qanday bir Uyg'ur bo'lishi, nomsiz yerlar bo'lsa har qanday bir shahar yoki yezi bo'lishi mumkin. Bular o'qirmanning erkin tasavvuriga qo'yilgan. 5. Takrorlanish. Mazkur romanda o'xshash jumlalar yoki iboralarning takrorlanishi kishiga o'zguchilik tuyg'usi beradi. Alayli, men bu shaharda hech kimni tonimayman. Shunga biror kim bilan do'st bo'lishimmi, biror kim bilan dushman bo'lishimmi mumkin emas. Bu jumla jami 9 qitim takrorlandi. Yana alayli, kitobning 11-betidagi 6 shaharlikni chanab deb boshlangan abzasda chanab so'zi 216 qitim takrorlandi. Har xil sonlar, turli puroqlar, har xil rang va shakldagi tuman iboralarning takrorlanishi texmi umumlashgan. Bu nuqtani biroz inchiklab analiz qilish mumkin. Tuman tasvirlarini cho'ng shaharlardagi ziyoda sanoatlashtirish sababidan kelib chiqqan havo bulg'anishining natijasila emas, o'zgarib turadigan siyosiy vaziyatga texmi simul qilish mumkin. Biroq odamni asliga bog'laydigan eng muhim elementlarning biri. Kindik qinimiz to'kilgan ana makonning puraqi, onamizning puraqi o'z to'yilganda yot odamlarning, yot yerning puraqi kishiga yotliq, notanishlik tuyg'usi berdi. O'z makonida yotliq his qilishdan ortiq azob bo'lmasi kerak. Baş personajning sonlar bilan tinimsiz hapilishi go'yo qandaqdir bir sirlarni yeshish uchun bo'ladi. Mazkur romanning 2-bobi 198-betda 0dan 9gacha sonlar hatto 527 qitim takrorlangan. Bularni birdan sanab chiqdim men azroq. Ajablanarliki, roman vaqalikining ilgarilishiga agishib, mayli son, puroq iboralari takrorlansin yoki o'zgarishchan tuman tasvirlari takrorlansin, o'qirman bundaq takrorlanishdan zerikish emas, aksicha vaqalik bayoniga texmi qiziqib ketadi. 6. Uyg'urcha maqol tamsil, hikmatlik so'z iboralar cheklangan. Mazkur romanning yana bir o'zgachiligi shuki, butun romanda Uyg'ur maqol tamsillari, aqliya so'zlari va yoki Uyg'ur adiblarimizning yozgan aytqonlaridan naqllar xuddi mutlaq cheklangandek qat'iy uchirmaydi. Faqat 2 o'rinda chet ellik biri faylasuf bilan biri mutafakkirning so'zlari naql keltirildi. Yana bir yerda kimning deganligi esida yo'qligini aytib, bir jumla so'zni naql oladi. 153-bet. Ammo uydan chiqqanda 10 putini elib chiqish kerak deydigan Uyg'urlardagi bu odat bosh personaj savdoyilarcha amal qiladigan bir majburiyat o'rinda qayta tilga elinadi. Yuqoridagi 6 nuqta men orqa ko'chini bir qitim o'qibla ega bo'lgan, ammo 3 oydan beri o'z-o'zimga takrorlayotgan ta'sirotlarim. Romanni kitob o'qish munberimizda o'qib berish davomida yangi qarashlarga kelishim ham ta'sirotlarimni to'liqlashim mumkin. Farhod Tursunning Cho'ng shahar nomli romanining 1-bobi orqa ko'cha haqidagi bu ta'sirot maqolam
sal uzun yazılıp qaldı, gerçi addi bolsunmu. Şuna ikkiga bölüp o'qib berishni texam muvafiq gördüm. Kelar qitim arqa ko'chaning inglizcha tarjimasi The Backstreets haqida ikki kalima bilan muharrir apandiga deb yozganlarimni o'qib beraman. Axırda huzuringlarga sunadiganim biz turayotgan Parus orlining qarshisidagi anti Parusqa baqa vaqtimizda tartgan qisqa sinlar. Qani, marhamat. Kelar qitimliq kitap o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Comment on dit en français, c'est ceux-là qui vont Descend, ouais. Les autres, mais je sais jamais, en allemand, c'est les Stalachites et puis les Dolomites, je sais jamais lesquels c'est. Ah ouais, il est beau celui-là. Les avions. La chose quand je me lève. Là, il y a moi. Ouais.
Kitap oquşman beri avlatlar torbetining hürmetli müşterileri. Hazır köygünümüz Gresiyanın Antiparos aralidagi bir tabiiy önkürlük. Anlaşıla qaraganda bu önkürni 1623 yılı Fransiyanın İstanbul'da turuşluq elçisi ve onunki Türk hamrohlari birga bayqagan ekan. Ular asli bu orolga boyliq izlab keladi ekan. Keyin shu önkürninki og'zidagi bir toshni ko'rib qilib, mishay bir kirpaqayli deb toshni ayirib elib etib kirsa, buning ichidagi shunday bir hashamatlik, ajoyib bir tabiiy ko'rinishni bayqaydi ekan. Bilasizlar balkim shu önkürlarda sularninki ostida qoladigan dug'lari bor. Shu dug'lardan tamchilab eqi shuningdan shakllanadigan boy ko'rgandek shundoq bir shakllar paydo bo'ladi ekan. Uninki ustidan tushgini va ostidan mundaq chiqqaniga qarab ularning ismlari o'xshash bo'lmaydi. Bo'libmi mana shu tabiiy shakllangan bu manzaralar odamni jalb qiladi ekan. Bunun içideki muşxil şəkillərinin payda bo'lganiga 43 milyon yıl bo'ldi. Baya biraz ko'rsatib qo'ydim. Masalan 1700-yillarga kelganlar o'zlarining ismi bilan yillarni deb qo'yibdi. Ba'zilari 1888-yil deganda. Albatta bu yerga kirgandan keyin ismlarini yozib qoldirish ma'ni qilindi. Shuningdek Nuriya 2022 yılı 9. ayda bu yer geldi deb imza koymadım. Lekin bu yer ikinci qaytim kelishim, bu qaytim do'stlar bilan kelgan, yani shundoq hayronu has bo'lib qaytib chiqdim. Bu qaytim biraz tartib o'zinglarga sunğunimdan to'liq xursandman. Ma'qul amsa kelar qaytimliq boshqa bir ekspediyalarda, ziyoratlarda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Aras boya mau pələmpəydi körünlər. Düşkiçə bir bölgüdə 430 pələmpəy, yana bir bölgüdə ən astığı bağıça 250 pələmpəy var ki, mundaq çetqa vaxtda bugünkü hərəkət miqdarı toluq